Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalımıza obunachılar. Görüp turganlaringizdan 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt kraska 25% bor dedilar. Görüp tursangiz mumkin protektorlar yaxshi, holati zo'r balonlari. Mana protektorlar. Tak, kelishlar do'g'on. Hozir baqasan, Afrikada ipot ketaman. Tak, metana bor, birinchi sortda ABS yo'q. ABS yo'q. Klaplar ochilgan. Tursangiz mumkin. Akkumulyator toza ekan, hali. Akkumulyatori toza. Bundan görünüşü bunlar 417.000 kilometre yurt turibdi ekan. Ne ichlarindagi? Baqasam sal arzonroq bo'lishi kerak. Baqasimcha so'mmi? 85 kelishadi. 85 million so'm kelishadi. Yana shu Cobalt 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Tak. Bu prostoy. Yani Cobalt. 85 milyon so'm kelishadi. Nominal aytib bering. 91lik 428 40 90. Shu nominal bemalol bog'lanishingiz mumkin. 2025-yilda ishlab chiqarilgan Midnight kraska toza. Kraska toza qilmadi, to'g'rimi? Shot spravka qancha ming yurt turibdi hali? 900 km yurt turibdi. Yana ko'rib turishingiz mumkin Midnight. Nomer olinganmi buna? Nomer olinmagan. Nomer alınmagan ekan. Tak. 917 km yurt turibdi yana. Bahasini necha so'm deysiz? Bahası 168 deb turibmiz kelishadi. Bahası 168 milyon so'm kelishadi. Shu ichida nomerni olib berasizmi uni ichida? 168 ning ichida. Nomerni olib bermasam kelishib berasiz saqa. Bo'ldi. Bemalol telefon aytishingiz mumkin. Nomeringizni aytib bering. 95'ten 237 0715. Shu nomerga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Yaxshi, so'daz bo'lsin. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Tak, metalik svetda. Metana ba pokoleniya, propan. Metan. Metana ba pokoleniya, 4-pokoleniya. Yo'q, bunda durgani, filtr durgani, ABS ba. Style variantda ko'rib turishingiz mumkin. 4-pokoleniya metan. Yani sumkalar ham bo'lgan, ay? Bor, sumkalar ham bo'lgan. ...2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. 53.000 km yurt turibdi yana ichlari. Yeva koriklar qo'yilgan. Yeva koriklar turibdi. Bahasini aytib bering do'stlar mana. 142. 142 million so'm kelishadi u bahodan. Kelishadi. Bemalol telefon aytishingiz mumkin. Nomeringizni aytib bering. 97 758 99 35. Shuni bemalol bog'lanishingiz mumkin. 142 million so'm kelishadi u bahodan 23-yil. Zo'r bahada lekin. Yaxshi usta. Nice bir soda potang. 2021-yilda ishlab chiqarilgan Style avtomat korobka. Tak, krelanda bor, kapotunda bor ekan. Kapotunda bor. Metani bor. Prosto metan qo'yilgan. Tak. 79.000 km yurt turibdi ekan. Avtomat korobka. Görünüşü. Nominal aytib bering usta. Qancha so'm? Nima? 120 milyon. 120 million so'm kelishadi, ay? Kelishadi, qaytib beramiz üstüne. Nominal aytib bering. Nomerlerim 97'lik. 458 05 67. Shuni bemalol bog'lashingiz mumkin. 21-yilda deysiz axir. Ya, so'daz bor. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Kuzov 25. Yurtdagi Style variantdagi Cobalt 4 yumshoq balon qo'yilgan. Pokoleniya metan qo'yilgan. ABS B. Kraskasi tozami buni? Toza. Kraskasi toza. Balonlarning yumshoq balon qo'yilgan, toza hali yurmagan. Ketmay apshirkalar. 14.628 km yurib turibdi ekan. Salonlar ham meni akkuratni tutilgan. Zo'r lekin yeva koriklar qo'yilgan. Letlar ham qo'yilganda deysiz buni? Sonsiz ochishda palas atashidan let aqildi. Mashina tuzilib turibdi. Haydamaka ega kerakni ko'rib turishingiz mumkin.
Bakalina metan. Pulunu aytib bering endi buni. 60 gelişemiz. 160. 160 milyon so'm kelasilardan. Tamam. Nominal aytib bering. 99 451 55 44. Shuni bemalol bog'lanshingiz mumkin. Led palasa tasab biz qo'shsa bo'lib turadi o'zi. Yaktat. 2024-yilda ishlab chiqarilgan yurtturush lazım ekan avtomat korobka Cobalt. Tak metana bor. Pastometer qo'yilgan, qirchiqlari bor ekan, lekin ina bellarida bor. Lekin kraska radnoy. Tak balonlar ham yaxshi, o'zini radnoy balonda ekan. Yo'q, men tak 18.000 kilometr tuttu ekan, 19.000. Yani içlerine görünüşü tak kodiklar ham qo'yilgan. Uzun ekan. Hozir pullarni so'raymiz. Pullarni qancha so'm dedingiz bunisi? 47. Ha, 147 milyon so'm kelishiladi, ha? Xo'p, nominangizni aytib bering. 90'lık 023 41 54. Shuni bemalol balansiz mumkin. Vallahi aslında men almaya. Tak 2023-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt Style variantda 46 ming yurgan. Tak sportivniy injektorlar qo'yilgan, stak komplektatsiyada gaz qo'yilgan, pakoleniya metan. Yurttirish lazım mumkin. Sportivniy injektor, har bir donasi qo'yilgan. Eng zo'r injektorlar, ya'ni bular. Tak. Kraskasini kirdim, kraska radnoy dedilar. Tak, buna yumshoq balon qo'yilgan. Yo, yumshoq balon qo'yilgan, toza yumshoq balon. İşler. Yürgeni 46.000 kilometre yurt tuttu yine içlere yine. Yeva korikleri ba. Yeva koriklerini tuttu. Da monitorlar ham boyna. CC monitorlar. 23 verdiniz bana. Endi pullari qiziqmadi. Pullari qancha? 150 milyon doktor falan gelişemiz. Ha, 150 milyon so'm kelishiladi, ha? Nominangizni aytib bering. 94'ten 231 77 37. Shuni bemalol balanssiz mumkin. Yaxshi. Toza 2020-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt mexanika korobka. Mexanika korobkani ko'p odam qidirib yuradi, yine ko'rib turish lozim ekan, sosteniyasi zo'r ekan lekin. Tak, kraskasi radnoy dedilar. Tak, metana bor. Ne metana. Tak, ABS'i bor. Yine ABS'i ko'p odam ABS'ni ham qidirib yuradi. Shu variant shu. Tak, klaplar açılmalı. İçini göremedim. Tak, yine balonun görünüşü, protektorlar zo'r, el toza balon bor. 4 toza balon qo'yilgan. Sen olsadan bo'lsak, yine. Tak, 50.000 kilometr yurt turibdi ekan. İşler hali qarab salonisi gitmagan ko'munisida. İçinde. Ne yurttirish lazım ekan. Yine arkası. Ya olmasından görsataman. Salonisi gitmaydi. Yo, radnoy ekan, 100% radnoy. Tak. Pullarni aytib bering endi usta. 140 Ha, 140 milyon so'm kelishiladi, ha? gelişiler. 140 milyon so'm kelishiladi. Nominangizni aytib bering. 97'lik 512 Mhm. 50 27. Shundan beri bemalol balanssiz mumkin. Tak, 2023-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomat korobka style variantda. Ava, style variantda. Tak. Konditsioner bor, ABS'i bor. И metana bayna, metana ko'rib turish lozim ekan. Так, краски абсолютно родной dedilar. Görürsüz. Sen akkuratın duruptu masında. Salafanla duruptu. Kaçan bana yani çok çeken işleri. İşleri zor ekenler. Kraski yok yani bir damç. Tak. Kilometre 75.000 kilometre tuttu yine. İçlerinin görünüşü.
75 bin kilometre yurt tuttu. Ustam ona pullarını bilen aytib berin bana. Bunları 150'de tutmuz, gelişip veremiz. Ha, pulları 150 milyon so'm gelselerdi. O bakadan ne millet aytib berin. 91'lik, Hı hı. 431, Hı hı. 20-60. Şundan bile 24 BMW var. bağlanması mümkün. Ha, bu 24 ha. 24. Kraske neyle de bağlı? Asker absolut rahat bu. Vam style variantta yurtturuşsaz mümkün. Bakalina metallarım var. Vam şu kapotun teyi bir pakalina metamında. Bakalina metal. Lekin 36 milyon tuttu. Ha, 36 milyon yine. 36 bin kilometre yurt tuttu yine. Yine içlerine görünüşü zora tutulgan. Kırçılmagandaları tayarnası apsikelerim kırçılmagan çok yudurttu yine. Yurtturuşsaz mümkün. Tak, B24, B23, B23. Bu 23 ahırı, Aa. bu 24'ün ahırı. Bu 24'ün axırı ay. Kuzub 24 axı bu. 25 mi ya? Yok 24'ün ahırında 24'ün axırına kelgan. Ava, mında pakalena metan durttu. Mında prosto metan durttu legan. Ava. Tak. Onun pulu Pulu 159 milyon Ava. geliştirip veremiz. Bir damcı krası yok ikisinde. Gözetip alağız kilometreden hem cevap güzel maşininin. 159 milyon so'm ekan gelishib beriladi u bahodan. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Nomeringiz aytib bering. 91'lik 431 2060. Hı hı. Barti sarti kilemci duraram gaplashaveram sizlar vuraversizlar. İkisini hemen. Yo. 2 kobotdan barter zada 2 lamcham gaplashib beriladi yana. Yurtturishsiz mumkin. Çok kim maşin. Ha, çok Hiç iyi. kırçık yok. İkisini ham kirchiki yo'q. Toshkent tosh bo'lsa ekan bu Urganch. Bemalol telefon qilishingiz mumkin.